Qizim, bezovta bo'lmayapsanmi? Lekin kuchli damlama ichirdim. Sal boshim aylanganday bo'ldi. Mayli, xavotir olma. Sal turib o'tib ketadi. Aya, Ha, shu yerdaman. Mana bolam. men shakllar daraxtmi? Voy, To'g'rimi? Men ko'ryapman. voy ko'ryapsanmi rostana? Voy, G'ira-shira Xudoga shukr. ko'rinayapti. Voy, o'zim o'rgilay sendan. Voy, tabriklayman. Kiring, kiring. Kiring uyga. Yo'q, kirmayman. Meni zarur ishlarim bor. Nima gap? Shoshiltirib chaqirdingiz. Qanaqadir hujjatsiz ayol yuribdi uyda dedingiz. Begona dedingiz. Qani, chaqiring bu yoqqa. Xo'p, hozir. Tavba. Voy, assalomu alaykum rais buva. Va alaykum assalom. Gulbahor, yaxshimisan? Ha, rahmat. Tinchlikmi? Kelin, shumi begona ayol deganingiz? Nima? Qanaqasiga begona bo'ladi? Gulbahorchi? Nasi men aybim. Men qizimni o'z qo'lim bilan shu kulfatga berdim. Singlim, ayb izlasak, ikkalamizda ham ayb bor. Biz qudachilikni mehrimiz tufayli bo'lsin dedik-da. Lekin ering haq. Sababini bilmasdan faqat duo qilib o'tirdik. Opa, doktorlar o'zi nima dedi? Tekshiruv kerak dedi. Ikkala tarafni qonini olib tekshiramiz deyishdi. Men ertaga Gulchehra bilan birga boraman. Senchi sen erini tiyib turgin. Xo'p. U baqirgan sari dard chuqurlashib ketyapti. Opa, agar bu safar ham yana o'sha kulfat bo'lsa, men erim ushlab tura olmayman. Bular qizimni majburlab bo'lsa ham uyga qaytarib olib kelaman dedilar. Bu safar yaxshi bo'ladi. Dardni iziga tushdik-ku. Meni ko'nglim sezyapti. Biz muhim narsani topamiz. Faqat sizlarchi sabr qilinglar. Xo'p, opa, xo'p. Og'irroq bo'linglar. Yo Rabbim, bizga bu safar Shu uyi qizi bo'ladi. Shu yerda tug'ilib o'sgan, ota-onasi bilan yashagan. Ko'z oldimizda katta bo'ldi. Nasriddin tug'ishgan ukasi bo'ladi. Tinchlikmi Gulbahor? Nima gap? Bilmasam, men ham hayronman rais buva. Hayfsizga kelin. Shuncha ishimni tashlab keldimi? Nima qilardingiz? Ha? Nimaga tuhmat qilasiz? Ha? Qanaqasiga begona bo'ladi? Vaqtimni bekorga oldinglar. Kelin. Uyalmadingizmi? Hali ko'rsatib qo'yaman. Qizim, yorug'likdan keyin soya. Soyadan keyin shakl. Cholim aytgan yo'l shu edi qizim. Sen albatta tuzalasan. Tez orada tuzalasan. Aya, bu sizsa? Ko'ryapsanmi? Bilmadim, qanaqadir shakl. Rostana. Siz. Voy Xudoim. Voy Xudoga shukr. Xudoga shukr bolam. Ha, rahmat. Ko'ryapsan qizim. Men ko'ryapman. Qizim, bezovta bo'lmayapsanmi? Lekin kuchli damlama ichirdim. Sal boshim aylanganday bo'ldi. Mayli, xavotir olma. Sal turib o'tib ketadi. Aya, Ha, shu yerdaman. Mana bolam.
Men shakllar daraxtmi? Voy, To'g'rimi? Men ko'ryapman. voy ko'ryapsanmi rostdan? Voy, G'ira-shira Xudoga shukr. ko'rinayapti. Voy, o'zim o'rgilay sendan. Voy, tabriklayman. Kiring, kiring. Kiring uyga. Yo'q, kirmayman. Meni zarur ishlarim bor. Nima gap? Shoshiltirib chaqirdingiz. Qanaqadir hujjatsiz ayol yuribdi uyda dedingiz. Begona dedingiz. Qani, chaqiring bu yoqqa. Xo'p, hozir. Tavba. Voy, Voy, assalomu alaykum rais buva. va alaykum assalom. Gulbahor, yaxshimisan? Ha, rahmat. Tinchlikmi? Kelin, shumi begona ayol deganingiz? Nima? Qanaqasiga begona bo'ladi? Gulbahorchi? Nasi men aybim. Men qizimni o'z qo'lim bilan shu kulfatga berdim. Singlim, ayb izlasak, ikkalamizda ham ayb bor. Biz qudachilikni mehrimiz tufayli bo'lsin dedik-da. Lekin ering haq. Sababini bilmasdan faqat duo qilib o'tirdik. Opa, doktorlar o'zi nima dedi? Tekshiruv kerak dedi. Ikkala tarafni qonini olib tekshiramiz deyishdi. Men ertaga Gulchehra bilan birga boraman. Senchi sen. Erini tiyib turgin. Xo'p. U baqirgan sari dard chuqurlashib ketyapti. Opa, agar bu safar ham yana o'sha kulfat bo'lsa, men erim ushlab tura olmayman. Bular qizimni majburlab bo'lsa ham uyga qaytarib olib kelaman dedilar. Bu safar yaxshi bo'ladi. Dardni iziga tushdik-ku. Meni ko'nglim sezyapti. Biz muhim narsani topamiz. Faqat sizlarchi sabr qilinglar. Xo'p, Xo'pmi? opa, xo'p. Og'irroq bo'linglar. Yo Rabbim. Bizga bu safar Shu uyi qizi bo'ladi. Shu yerda tug'ilib o'sgan, ota-onasi bilan yashagan. Ko'z oldimizda katta bo'ldi. Nasriddin tug'ishgan ukasi bo'ladi. Tinchlikmi Gulbahor? Nima gap? Bilmasam, men ham hayronman rais buva. Hayfsizga kelin. Shuncha ishimni tashlab keldimi? Nima qilardingiz? Ha? Nimaga tuhmat qilasiz? Ha? Qanaqasiga begona bo'ladi? Vaqtimni bekorga oldinglar. Kelin. Uyalmadingizmi? Hali ko'rsatib qo'yaman. Qizim, yorug'likdan keyin soya. Soyadan keyin shakl. Cholim aytgan yo'l shu edi qizim. Sen albatta tuzalasan. Tez orada tuzalasan. Aya. Bu sizsa? Ko'ryapsanmi? Bilmadim, qanaqadir shakl. Rostdan. Siz Voy Xudoyim. Voy Xudoga shukr. Xudoga shukr bolam. rahmat. Ko'ryapsan qizim. Men ko'ryapman. Qizim, bezovta bo'lmayapsanmi? Lekin kuchli damlama ichirdim. Sal boshim aylanganday bo'ldi. Mayli, xavotir olma. Sal turib o'tib ketadi. Aya, Ha? Shu yerdaman. Mana bolam. men shakllar daraxtmi? Voy, To'g'rimi? Men ko'ryapman. voy ko'ryapsanmi rostdan? Voy G'ira-shira Xudoga shukr. ko'rinayapti. Voy o'zim o'rgilay sendan. Voy tabriklayman. Kiring, kiring. Kiring uyga. Yo'q, kirmayman. Meni zarur ishlarim bor. Nima gap? Shoshiltirib chaqirdingiz. Qanaqadir hujjatsiz ayol yuribdi uyda dedingiz. Begona dedingiz.
Qani, chaqiring bu yoqqa. Xo'p, hozir. Tavba. Voy, voy, assalomu alaykum rais buva. va alaykum assalom. Gulbahor, yaxshimisan? Ha, rahmat. Tinchlikmi? Kelin, shumi begona ayol deganingiz? Nima? Qanaqasiga begona bo'ladi? Gulbahorchi? Nasi men aybim. Men qizimni o'z qo'lim bilan shu kulfatga berdim. Singlim, ayb izlasak, ikkalamizda ham ayb bor. Biz qudachilikni mehrimiz tufayli bo'lsin dedik-da. Lekin ering haq. Sababini bilmasdan faqat duo qilib o'tirdik. Opa, doktorlar o'zi nima dedi? Tekshiruv kerak dedi. Ikkala tarafni qonini olib tekshiramiz deyishdi. Men ertaga Gulchehra bilan birga boraman. Senchi sen erini tiyib turgin. Xo'p. U baqirgan sari dard chuqurlashib ketyapti. Opa, agar bu safar ham yana o'sha kulfat bo'lsa, men erim ushlab tura olmayman. Bular qizimni majburlab bo'lsa ham uyga qaytarib olib kelaman dedilar. Bu safar yaxshi bo'ladi. Dardni iziga tushdik-ku. Meni ko'nglim sezyapti. Biz muhim narsani topamiz. Faqat sizlarchi sabr qilinglar. Xo'p, opa, xo'p. Og'irroq bo'linglar. Yo Rabbim, bizga bu safar Shu uyi qizi bo'ladi. Shu yerda tug'ilib o'sgan, ota-onasi bilan yashagan. Ko'z oldimizda katta bo'ldi. Nasriddin tug'ishgan ukasi bo'ladi. Tinchlikmi Gulbahor? Nima gap? Bilmasam, men ham hayronman rais buva. Hayfsizga kelin. Shuncha ishimni tashlab keldimi? Nima qilardingiz? Ha? Nimaga tuhmat qilasiz? Ha? Qanaqasiga begona bo'ladi? Vaqtimni bekorga oldinglar. Kelin. Uyalmadingizmi? Hali ko'rsatib qo'yaman. Qizim, yorug'likdan keyin soya. Soyadan keyin shakl. Cholim aytgan yo'l shu edi qizim. Sen albatta tuzalasan. Tez orada tuzalasan. Aya. Bu sizsa? Ko'ryapsanmi? Bilmadim qanaqadir shakl. Rostana. Siz Voy xudoim. Voy xudoga shukr. Xudoga shukr bolam. rahmat. Ko'ryapsan qizim. Men ko'ryapman. Qizim, bezovta bo'lmayapsanmi? Lekin kuchli damlama ichirdim. Sal boshim aylanganday bo'ldi. Mayli, xavotir olma. Sal turib o'tib ketadi. Aya, Ha? Shu yerdaman. Mana bolam. men shakllar daraxtmi? Voy, To'g'rimi? Men ko'ryapman. voy ko'ryapsanmi rostana? Voy G'ira-shira xudoga shukr. ko'rinayapti. Voy o'zim o'rgilay sendan. Voy tabriklayman. Kiring, kiring. Kiring uyga. Yo'q, kirmayman. Meni zarur ishlarim bor. Nima gap? Shoshiltirib chaqirdingiz. Qanaqadir hujjatsiz ayol yuribdi uyda dedingiz. Begona dedingiz. Qani, chaqiring bu yoqqa. Xo'p, hozir. Tavba. Voy, Voy, assalomu alaykum rais buva. va alaykum assalom. Gulbahor, yaxshimisan? Ha, rahmat. Tinchlikmi? Kelin, shumi begona ayol deganingiz? Nima?
qanaqasiga begona bo'ladi? Gulbahorchi? Nasi men aybim? Men qizimni o'z qo'lim bilan shu kulfatga berdim. Singlim, ayb izlasak, ikkalamizda ham ayb bor. Biz qudachilikni mehrimiz tufayli bo'lsin dedik-da. Lekin ering haq. Sababini bilmasdan faqat duo qilib o'tirdik. Opa, doktorlar o'zi nima dedi? Tekshiruv kerak dedi. Ikkala tarafni qonini olib tekshiramiz deyishdi. Men ertaga Gulchehra bilan birga boraman. Senchi sen eringni tiyib turgin. Xo'p? U baqirgan sari dard chuqurlashib ketyapti. Opa, agar bu safar ham yana o'sha kulfat bo'lsa, men erim ushlab tura olmayman. Bular qizimni majburlab bo'lsa ham uyga qaytarib olib kelaman dedilar. Bu safar yaxshi bo'ladi. Dardni iziga tushdik-ku. Meni ko'nglim sezyapti. Biz muhim narsani topamiz. Faqat sizlarchi sabr qilinglar. Xo'p, opa, xo'p. Og'irroq bo'linglar. Yo Rabbim, bizga bu safar Shu uyi qizi bo'ladi. Shu yerda tug'ilib o'sgan, ota-onasi bilan yashagan. Ko'z oldimizda katta bo'ldi. Nasriddin tug'ishgan ukasi bo'ladi. Tinchlikmi Gulbahor? Nima gap? Bilmasam, men ham hayronman, rais buva. Hayfsizga kelin. Shuncha ishimni tashlab keldimi? Nima qilardingiz? Ha? Nimaga tuhmat qilasiz? Ha? Qanaqasiga begona bo'ladi? Vaqtimni bekorga oldinglar. Kelin, uyalmadingizmi? Hali ko'rsatib qo'yaman. Qizim, yorug'likdan keyin soya. Soyadan keyin shakl. Cholim aytgan yo'l shu edi qizim. Sen albatta tuzalasan. Tez orada tuzalasan. Aya, bu sizsa? Ko'ryapsanmi? Bilmadim, qanaqadir shakl. Rostana. Siz Voy xudoim. Voy xudoga shukr. Xudoga shukr bolam. rahmat. Ko'ryapsan qizim. Men ko'ryapman. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ज़बरदस्त ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाएंगे कि जो ओम होता है वो जब आयला के पास आता है और उसके पाँव की तरफ बैठकर बातें करने लग जाता है कि मुझसे पता नहीं क्या गुनाह हो गया है जिसकी वजह से ये मेरे साथ इस तरह कर रही है। इस तरह की बातें वो करने लग जाता है। और तभी नायला को होश आता है और वो उसकी बातें सुनकर रोने लग जाती है कि ये मेरे साथ इतना करता है और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, ये सोचने लग जाती है। और जब ये उठती है तो वो उसको देखता है कि ये अब जाग गई है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उसका जो शामी का बाप होता है वो बाहर वॉक के लिए गया होता है और तभी उनका जो गार्ड है उनके लिए खाना लेकर आता है। और शामी का फादर पूछता है कि बताओ ये खाना किसके लिए तुम लेकर जा रहे हो। तभी वो गार्ड बताता है कि ये ओम साहब ने मंगवाया है। तभी इतनी ही देर में ओम को फ़ोन आता है कि तुम्हें यहाँ पर आना होगा। कुछ लोग उसको फ़ोन करते हैं कि हमें तुमसे कुछ काम है और तुम्हें आना होगा। और नायला भी पास खड़ी होती है और वो उनकी बातें सुन रही होती है। और तब वो चला जाता है वहाँ से। इतनी ही देर में जो ओम का फादर होता है वो गार्ड के पास जाता है, उससे कहता है कि बताओ। हाँ, अगले ही दिन फिर इसी तरह होता है और वो पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए सब कुछ लेकर जा रहे हो। वो कहता है कि ओम साहब अब अपना घर छोड़कर इस घर में रहने के लिए आ गए हैं, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ, उन्होंने ऑर्डर किया था। और ओम का जो बाप होता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा लंबी और चौड़ी तफसीलें करने लग जाता है कि वही ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह की उनके साथ बातें करता है। और वो ज़्यादा उनकी बात पर गौर नहीं करता, वो वहाँ से खाना लेकर चला जाता है। इतनी देर में जो आयला होती है
उसकी दादी जो बहुत ज़्यादा बीमार होती है और वो उसको अस्पताल लेकर गए होते हैं। इसी के साथ ये आज का वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।